Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz burunda uchraydigan burun gaymarit kasalligi va burunda uchraydigan o'simta kistalar haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Menimda burun gaymarit bor. Bahor kuz bo'lsa, men judayam siqilib qolaman. Qayta davolansam ham, havo almashlasam ham burun gaymaritim yo'q bo'lmayapti. Havo almashlaganimda yaxshi bo'ladi, qaytib kelganimdan keyin hafta 10 kundan keyin yana davom qiladi. Ayniqsa shu bahor kuzda ko'proq qo'zadigan kasallik turlariga kiradi burun gaymarit. Hid bo'ladimi, cho'ng bo'ladimi, mana mevalar gullaydi. Shu paytda bu kasallik burun gaymarit kasalligi qo'zgaydigan, yuzaga chiqadigan vaqti. Shuning uchun bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlaridan foydalanib, siroplaridan, giyohlaridan foydalanib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Butunlay allergiya kasali yo'q bo'ladi Allohning qudrati ila. 31 yillik ish faoliyatimdan kelib chiqib aytaman, qancha minglagan bemorlar sog'aygan hozirgi kunda. Sog'lom insonlar xatoriga qo'shilib, o'zini oilasini bag'rida sog'lom inson bo'lib yashab turibdilar hozirgi kunda. Allohning qudrati qolaversa sababchimiz. Endi burunda uchraydigan kista o'simtalar haqida. Shunaqa bemorlar uchraydi. Men bir marta operatsiya qildirdim, 2 marta operatsiya qildirdim, ximiya oldim, nur oldim degan bemorlar ham ko'plab uchraydi. Ximiyaga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga, qayta davolanishga umuman hojat yo'q. Tabiiy yo'l bilan bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida burunda bo'ladigan o'simta kistaga shifosi bor. 3 sutkadan keyin biz aytgandek qilib och holat, to'q holat e'tibor qilib iste'mol qilgan bemorlarimizda tabiiy yo'l bilan tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida 3 sutkadan keyin sekin kichrayib tomiri bilan quvurib yo'q bo'ladi Allohning qudrati ila. Apparatga tushib keladi bizga. Shunga qarab, diametriga qarab kistasini, burunda uchraydigan kista yoki o'simtani diametriga qarab 1 kurs yo 2 kurs deb belgilaymiz. Biz aytgandek qilib o'z vaqtida giyohlarimizni, siroplarimizni iste'mol qiladi. Hech qanday qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat qolmaydi. Bemor sog'lom bo'ladi Allohning qudrati ila. Bizda davolangandan keyin qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi. Tabiiy giyohlarimizni, siroplarimizdan foydalanib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar Allohning qudrati ila. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tavsiya qilaman. Layklaringizni bosaveringlar.